Bismillahirrohmanirrohim. Farzand Alloh taolo tomonidan berilgan ulug' ne'mat, ammo shu bilan birga u katta sinov va ulkan mas'uliyat hamdir. Musulmon insonning hayotidagi eng muhim va eng xatarli ishlardan biri farzand tarbiyasi. Agar farzandingizni iymonli, axloqli va jamiyatga foydali inson qilib voyaga yetkazmoqchi bo'lsangiz, bu ishga vaqtingizni, mehnatingizni ayamasdan bag'ishlashingiz shart. Aks holda oqibati achinarli bo'lishi mumkin. Bir necha yillar avval juma ma'ruzalarida shu mavzuda so'z yuritdik. Ana shu ma'ruzalar xalqimiz tomonidan katta qiziqish va muhabbat bilan qabul qilindi. Ko'pchilik tomonidan bu darslarni kitobga aylantirish talabi bo'ldi. Alloh taoloning fazli karami va tavfiqi bilan bu darslar endi kitob ko'rinishida Islomda farzand tarbiyasi deb nomlandi. Agar farzandingiz sizni orzungizdagi inson bo'lib ulg'ayishini xohlasangiz, bu kitobni o'qishni kechiktirmang. Chunki bu kitob uning kelajagini qurishdagi eng muhim poydevor bo'lishi mumkin. Alloh taolo bu ojizona mehnatimizni o'z roziligi uchun qilingan amallardan qilsin. Ummatga manfaatli bo'lishini nasib etsin. Amin.